Mana shu narsani taniganlar bormi azizlarim? Men bugun hozir magazinga tushib keldimda buni olib keldim. Buni nima Turkiyada bor ekan bilmadim. O'zimizda O'zbekistonda bormi yo'qmi, Rossiyada ham ko'rmaganman. O'zi unaqa shirinliklarni juda ham yaxshi ko'rganim uchun vafliga o'xshab ketadi qanaqadir oldim. Kat halvo deb qo'yarkan buni. Buni muzlatib yesangiz juda ham mazali ekan, lekin men muzlatmasdan yedim, juda ham mazali ekan. Kofe bilan kofening yonida juda ham yaxshi ketdi. Agar mabodo buni magazinlarda biron joyda ko'rib qolsangiz, albatta oling. Juda ham mazali narsa ekan. Men juda ham yoqtirdim. Keyin aytdim-ki, hay mayli Yulduz, shuni ham bir internetga qo'y dedimda. Keyin buni internetga qo'yishga qaror qilib qo'ydim mana. Lekin juda ham mazali narsa ekan. Yeganlar o'zi biladi. Menga beradigan sotuvchi buni aytdiki, semirtirmaydi dedi. Semirtirmaydigan narsa diyetadagilar uchun juda ham yaxshi ekan. Kofelarni damladimda, men kofeni har doim mana shunaqa sutli qilib ichaman. Sizga ham sutli qilib ichishingizni maslahat beraman. Yurakka ziyoni bo'lmaydi-da o'shanda. Mana halvolarimni yeb tugatdim. Albatta olinglar, yenglar qizlar, olib yeganlarga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarimda inshaalloh Xudo xohlasa ko'rishguncha qizlarjonlar.